Faqat ko'ylak haqiga gapir, haymi? Dadasi qanday ishlab kelyapsiz? Dadasi bachalarning o'qishiga muammo bor. Dadasi bachalarimiz bunday qilibdi, uyimizda bunday qilaylik, kelajakka. Yo'q, faqat ko'ylak haqiga gapirish kerak bu. Ko'ylak dadasi. Ya tanglang ko'ylak bilan ko'targanlam seni. Aqotsiz. Usto, bizdan qancha belli? O'zi ko'p ish qilganimiz yo'q. O'pish qilib 350 ming bersangiz hisob. O bir arzon qiling, o'zimizniki-ku. Lekin arzon qilolmayman-da. Muattar to'yi ko'ylak olishimiz kerak. To'y tushunasiz. Aylanay xotinimdan. Yaxshi kelasan dadasi. Itta shunday qilib muattar to'y, ha? Ko'ylak olamizmi? Ash ko'ylakni olmaymiz. Ko'ylakni pulini soliqchilarga yordim xotiningni. Qizil ko'ylakchang bor, chiroyli o'shanki. Uni kiyganman. Yana kelib Muattarni ikkinchi to'yiga kiyganman. Muattarga ayt, harabda yerga tegmasin, bajarsin u.